Assalomu alaykum. Ushbu videodagi opamiz ismlari Manzura opa. Bular bizga birinchi hujjat topshirganlarida oilaviy bo'lib topshirishgan, ya'ni 4 kishi bo'lib topshirishgan, lekin ikki nafar kandidat oilaviy sharoitga ko'ra rejalari o'zgarganliklari uchun отказ qilishgan. Bular Manzura opaning xo'jayinlari Obid akam bilan hujjat topshirib bizga murojaat qilishgan. Biz Bolgariya shahrini tog'li rayonida ishlaymiz, ya'ni dachada, villada ishlaymiz. Bizani ishlaydigan joyimizdan yashaydigan joyimiz 15 kilometr uzoqda. Bizga mashina berishgan. Biz har kuni bu yerga soat 8 da kelib, soat 3 da ishimizni tugatib qaytib ketamiz yashaydigan joyimizga. Mana videodan ko'rsanglar bo'ladi. Manzura opami o'zlari ham, Obid akam ham ishlayotgan joylaridan rozi va o'zlari mana video lavha jo'natganlar, davomini ko'rsanglar bo'ladi. Biz bu yerga Yevrojob Konstantin firmasi orqali, ya'ni Shohrux orqali kelganmiz. Ularning firmasi juda ham ishonchli, juda ham halol ishlashadi. Shuning uchun men bu videoni qilishga qaror qildim. Agar kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, juda ham ishonchli firma. Men sizlarga tavsiya qilaman bularning firmasi orqali kelishni. Bu bizning yotoqxonamiz. Hamma sharoitlari bor. Wi-Fi bor. Bizning oshxonamiz. Полностью idish-tovoq, gaz plita, duxovka, yangi avtomat kirmashina, yangi xolodilnik.